Assalomu alaykum. Mana bugun biz Instagram sahifalaridagi pechkalarni ko'rib chiqib, bizga yoqqan mana shu videoda ko'rsatib turgan pechkani namanganlik pechkachi ukalarimiz qurib ketishdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Ham joy egallamas ekan. Turishi ham juda ham chiroyli o'rnadi. Bizga juda ham yoqdi. Yoqib, isitishini ham ko'rsatib berishdi. Buning uchun ulardan juda ham minnatdormiz. Juda chiroyli chiqdi bu pechkani o't yoqadigan, o'tin solib, ko'mir solib yoqadigan tomoni. Buni arqa tomoni duxovka bo'lib, arqa tomoni ham bemalol bitta katta xonani isitar ekan. Hozir orqa tomoniga olib o'tib, mana bu tomoni, arqa tomoni ham juda ham chiroyli joy, ortiqcha joy egallamasdan devorning ichida qoldi. Bizga juda ham yoqdi. Ishlariga omad, kasbkorlariga baraka bersin. Mana shu pechkachi ukalarimiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.